Barselona yozda bu pozitsiyalarga futbolchi sotib olishi shart. Video oxirida sizga savol bor. Birinchi navbatda albatta jamoaga markaziy hujumchi kerak. Buning uchun Viktor Osimhen, Harry Kane yoki Barsa muxlislari juda istayotgan Julian Alvares variantlarini aytishim mumkin. Lekin yosh, hamyonbop va sotib olish shunchalik muammo bo'lmaydigan Hoffenheim hujumchisi Fisnik Aslani ham juda yaxshi nomzod. 23 yoshli hujumchi ushbu mavsum Bundesligada 28 o'yinda maydonga tushib 15 golda ishtirok etgan. Shuningdek, jamoaga chap qanot vingeri ham zarur ko'ryapsiz. Rafinha jarohatda bo'lsa, bu qanotda na Marcus Rashford na boshqalar baribir top darajada o'ynab bera olmayapti. Shuning uchun bu qanotga Rafinha jarohatdan qaytishini inobatga oladigan bo'lsak va asosiy futbolchi ekanligini aytadigan bo'lsak, unchalik ham mashhur nomlar shart emas. Chunki bu qanotga keladigan futbolchi zakiradan o'ynashga rozi bo'lishi kerak. Shu sababli chap qanotga Barselonaning sobiq futbolchisi La Masia tarbiyalanuvchisi, ya'ni Virgili ayni paytda Mallorcada o'ynayapti, yoki bo'lmasa Osasuna chap qanot vingeri 20 yoshli Victor Munoz juda yaxshi mos keladi. Va albatta Barselonaning ayni paytdagi og'riqli nuqtasi o'ylashimcha markaziy himoyaga Interdan Bastoni yoki Dortmunddan Schlotterbergni xarid qilish kerak. Ana endi sizga savol, mana shu kelayotgan yozda Barselonani qaysi futbolchilar tark etish kerak deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.